Musulmon odam o'ta odobli bo'lish kerak. Birovni uyini chaqirganda mo'ralamaslik kerak. Birovni uyini chaqirib eshik ochganida kirib kelmaslik kerak. Eng beparosatlik mana shu bo'ladi. Birovni uyini eshigini ochib olib chaqirish harom bu. Umuman mumkin emas. Birov darvozasini teshigidan qarab bo'lmaydi, harom bu. Hatto Alloh Qur'onda birovni uyini chaqirishni o'rgatgan, shu darajada muhimligi uchun. Chaqirasan, kutasan. Odatda 4 rakat namozni miqdoricha kutiladi. Sabab eng ko'p namoz 4 rakat-ku, to'g'rimi? Masalan, 4 rakatdan keyin to'xtaydi. O'zi 10 rakat masalan peshinu. Masalan, bir odam namoz boshlagan bo'lsa, juda bo'lsa 4 rakat o'qiydi. Bitta chaqirgandan keyin 4 rakat miqdoricha kut, bu degani salkam 5 minut. Chaqirgandan keyin o'sha odam namoz boshlagan bo'lsa, tugatib, bemalol chiqib ulgusin deydi. Keyin yana bitta chaqir deydi. Yana kutgun deydi. Keyin yana bitta chaqir deydi, yana kutgun deydi. Chiqmasa indamay ketaver deydi. Hozir bizda 1 minutda 60 sekund bo'lsa 70 marta chaqiradi. Chiqmasangiz mana shu yerda turgan bo'ladi. Aka bormisiz, uyda ichib turgan bo'ladi. Eng dunyoda yer kurrasi beparosat odam o'sha odam bo'ladi. Bu bir devor qo'shningiz degani kiravering degani emas-da u. Xotinlar ham borda, deb kiraveradi, to'g'ri kiradi, hayron qolasiz. Ha, so'rda balki er va xotin gaplashib o'tirgandir. Oradagi pauza endi tushunayotgandir sizlar. Bo'lishi mumkin, o'zim uyim deydi. Er va xotin hazillashib o'tirgandir balki. Chunki xotin er bilan, er xotin bilan hazillashadi, to'g'rimi? Xotin kim bilan kulishadi, kim bilan hazillashadi, kim bilan o'ynashadi? Kim bilan baqir-chaqir qiladi? Eri bilanmi? Shuning uchun birovning uyiga kirmaydi. Shuning uchun u devorda urish vojib, mana devor urish atrofga. Ba'zi bir qishloqlar borda devor yo'q. Shu ben mana. Devor vojib bo'ladi. Nimaga vojib desa, chunki uni ayolini siz, bizni ayolimizni u ko'rmasligi uchun devor uriladi.